Alloh taolo inson hayotida shunday bir ne'mat berganki, uning roziligi farzandning butun umriga nur bo'ladi. Bu ne'mat ota-ona. Bir hadisda shunday deyiladi: ota-onaning yuziga bir marotaba mehr va muhabbat bilan nazar solish nafl, haj va umra savobiga tengdir. Bir qarash, bir Meni ishim shu. Shuni orqasidan pul topaman. Shuni orqasidan oilamni boqaman, boshqa qilamanki, mana sabab bo'lib. Ishimda meni bu. Bular o'ylaydiki, yutib qo'yma, boshqa qilma. Meni ishim shu. Shuni orqasidan pul topaman. Shuni